Assalomu alaykum hurmatli YouTube ishqibozlari, musofirda yurgan aka-ukalar, qadrli obunachilar. Mana bugun navbatdagi darvozamizni Andijon viloyati Shahrixon tumaniga olib kelib o'rnatdik. Jo'jamol bozorining oldidagi mahallaga o'rnatildi. Mana bu darvozani mana juda chiroyli holda ustanovka qilib bo'ldik. Eniga 345, bo'yiga 340 razmerga o'rnadi bu darvozamiz. 1 kvadrat metri 1 million so'mdan yarim 2 qavatli darvozamizni olib kelib ustanovka qilib bo'ldik. Mana ko'rishlaring mumkin. Darvozamiz materiallari bilan tanishtirib o'tsak, stoykalari ikki oyog'ini tagi 10 ga 5 shviller bo'ldi. Tepa holati 10 ga 5 profil, 1.7 stenada. Ichidagi profillar 6 ga 4, 1.5 lik stenada bo'ldi. Listlariga kelsak, listlar ikkilik list ustiga mana yer yong'oq listlar 1 lik listda bosildi. Juda chiroyli, ideal holatda o'rnadi darvozamiz, ko'rishlaring mumkin. Darvozamiz kraskalariga kelsak, kraskalar Devo kraska, xudo xolasa kraskalarimiz ham ancha yil xizmat qilib beradi. Darvozamiz zamoglari har doim o'rnatiladigan zubur zamok. Rossiyskiy zubur zamokdan orqa holatlarini ko'rsatib o'tsak, orqa holatlari, orqalarini ham ko'rishlaring mumkin. Plotniy bo'lib, juda chiroyli holatda o'rnadi. Mana orqalari ham tekis, mana. Orqalariga ham ruchka qo'yib bering deyishadi. Ruchka qo'yib berdik. Mana orqalari zamoklar 5 tekerlikli. Hurmatli aka-ukalar, kimga shunday darvozalar kerak bo'lsa, ekranimiz pastki qismiga nomerimizni qo'yib qo'yamiz. Bemalol murojaat qilishlaring mumkin. O'zbekiston bo'ylab dostavka, ustanovka mavjud. Hamda kanalimizga yangi bo'lsalaring, obuna bo'lishni unutmanglar. Obuna bo'lib, qo'ng'iroqcha tugmasini bosib qo'ysalaring, keyingi qo'ygan videolarimiz birinchilardan bo'lib sizlarga yetib boradi, xudo xohlasa. Kanalimizni kuzatib borsalaring, keyingi videolarimizda ham kraska sepish, o'rnatish, ish jarayonlaridan lavhalar tashlab turamiz, xudo xohlasa. Hurmatli aka-ukalar, bemalol murojaat qilaverasizlar. O'zbekiston bo'ylab dostavka, ustanovka mavjud. Xudo xohlasa keyingi videolarimizda ko'rishguncha sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.